2026-yil uchun jismoniy ish va yuridik shaxslar vakillarining sayyor qabulini o'tkazish reja jadvallari tasdiqlandi. Tadbirkorlardan eshitamiz, nima muammo, nima masala bo'lsa, shuni hal qilgani kelganmiz. Marhamat. Kim gapiradi? Suv xo'jaligida bozor mexanizmlarini joriy qilish davlat muassasasi rahbariyati hamda mutaxassislari tomonidan jismoniy va yuridik shaxslar vakillari bilan navbatdagi sayyor qabul tashkil etildi. Mazkur sayyor qabul davomida fuqarolar hamda turli tashkilot va tadbirkorlik subyektlari vakillarining murojaatlari belgilangan tartibda qabul qilinib, atroflicha tinglandi. Sayyor qabul jarayonida suv xo'jaligi sohasida yuzaga kelayotgan muammolar yuzasidan jismoniy va yuridik shaxslarning taklif va arizalari ko'rib chiqildi. Har bir murojaat muassasa rahbariyati va mas'ul mutaxassislar tomonidan batafsil o'rganilib, ularning mazmun mohiyatiga ko'ra tegishli tushuntirish va huquqiy izohlar berildi.